Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Endi o'tganlarimiz sekin tuxumni qo'yishni boshladi. Yotishga harakat uje yig'yapti. Hozir yana bir joy ko'rsataman. Mana bunisi yotdi, xohlasa. Mana yana bittamiz yotdi. Xohlasa. Mana yana bittasi yotgan. Bundan sekin yotamiz. Nima gaplar? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Endi o'tganlarimiz sekin tuxumni qo'yishni boshladi. Yotishga harakat uje yig'yapti. Hozir yana bir joy ko'rsataman. Mana bunisi yotdi, xohlasa. Mana yana bittamiz yotdi. Xohlasa. Mana yana bittasi yotgan. Bundan sekin yotamiz. Nima gaplar?